Gutsin qurilish korporatsiyasi. Janob Gu qachon kelar ekan o'zi? Ustalarni sug'urib ketdi-ku. To'g'ri boshliq. Shunday turaversak, keyin qanday qilib ishlaymiz? Boshliq, janob Gu keldilar. Voy, tentak, bu yerga nega kelding? Pulni olishga. Yaxshi, hozircha ana bu yerda kutib tur. Pul. Mayli, hozir. Kelibsiz, janob Gu. Salom, janob. Kim bu? U yerda meni ismim. Voy. Janob Gu, u hisob kitobga kelgan, hozir ketadi. Bu yerni akam uchun qurdiryapman. Shunday muhim qurilishga bir telbani kiritib akamni haqorat qilmoqchimisan? Janob Gu, marosim uchun belgilangan vaqt kelib qoldi. Ketgot. Yomon odam. Janob Gu. Gular yomon oila. Janob Gu, u aqli zaif odam, gapiga e'tibor bermang, hozir olib ketaman. To'xta. Tumor. Telba, tegma. Janob Gu, vaqt qolmayapti. Tumorimni qaytarib ber. Qaytar. Janob Gu, vaqt bo'ldi. Janob Gu. Bu nima qilganingiz? U shunchaki bir aqli zaif ataylab qilmadi. Aqli zaifmi, telbami menga farqi yo'q. U oilamizga hurmatsizlik qildi. Katta akam sovg'a qilgan buyumni o'ziniki deb da'vo qildi. Yetmaganiga marosimni buzdi. U o'lishi kerak. U bir kasal inson, hech narsani tushungani ham yo'q. Jamiyatni quyi tabaqasidan bo'lganimiz uchun bizni kamsitaverasizmi? To'g'ri topding. Chunki sizlar quyi tabaqadansiz. U esa telba. Shuning uchun sizlar faqat oyog'im ostida ezilishga munosibsiz. Bu oilasi qancha tanbeh bersa ham kam. Lekin senlarni bu gaping jazosi o'lim. To'g'ri. Og'ir va mashaqqatli mehnat qilamiz, lekin biz ham insonmiz. Tushundingizmi? Hayvon emasmiz. Men uchun chumolidan farqingiz yo'q. Istagan paytimda bir bosib yo'q qilib tashlang. Aqli zaif bo'lib, ishimni buzding-a? Hozir o'zingga keltirib qo'yaman. Qaranglar, bu oilasiga qarshi chiqqanni va ayniqsa akamni behurmat qilganni holi nima bo'ladi?